Oy o'rtoqlar kladovka qilib qo'yishgan ekan. Bemalol bu yoqqa mana bekimoch o'ynasanglar ham bo'ladi. Assalomu alaykum, axi, salomatmisiz, tuzumisiz? Tiklanish mahallaga kelganmiz, Yunusobodga. Ko'rib turganingiz 2-3 suti maydonga tushgan. Sizlar bilan tez yorug'lik tezida ko'rib chiqamiz, ketdi. Hop, kirishimizda bilan mana shunaqa kattagina naves qilingan ekan. Kattagina darvoza, bitta mashina qo'yish uchun joyimiz yetarlicha. Qo'limizga bitta hojatxona tashab ketishgan ekan. Hop, bu yerda ko'rib turibsizlar, o'zini yashil zonasi bor ekan. Hop, bu yerda yozgi oshxonaga ham joy tashab ketishgan ekan. Buni ham tepasi naves qilingan ekan. Fasad qismiga alohida o'zingiz baho berib ketasiz. Endi bitta qiladigan ishingiz, bitta atesento qorasi oppoq qilib, qalbingiz rangidagi qilib, okey? Hop, oshxonani tegi podval qilingan. Bu yerda katolxonamiz joylashgan. Uy ichini birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz, tez ketdi. Axi, uyimizda odamlar yashab turishibdi. Mana ko'rib turishimiz bilan shunaqa katta hol qilingan ekan. Devanni zona qilib qo'yishdi, joyli qilib. Wi-Fi-lari ham bor bu yerda. Hamma kommunikatsiyalar mavjud. Hop, bu yerda zalimiz joylashgan ekan. Birinchi qavatimiz uchun sanuzimiz joylashgan ekan bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Hop, birinchi qavatimizdagi ota-onalar xonamiz joylashgan ekan bu yerda. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. O'zini mebel texnikalari bilan. Axi, siz bilan ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz birgalikda. Ikkinchi qavatga ham chiqib oldim-da, axi. Mana bu kattagina hol qilingan ekan. Bu yoqqa ham o'z divanni zonalar qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda televizorga joy tashab ketilgan ekan. Bu yerda bitta balkonchasi bor ekan. Kofeni damlab mazza qilib o'tirasiz. Hop, xonadonimizda umumiy 5 ta xona bo'ldi. Ikkinchi qavatimizda 3 ta xonamiz bor, pastda 2 ta xonamiz bor, 2 ta katta holimiz bor, 3 ta sanuzimiz joylashgan ekan. Hop, ikkinchi qavatda zalini ko'rib chiqamiz birga. Zalimizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Ikkinchi qavatimiz uchun birinchi yotoqxonamiz, ikkinchi qavatimiz uchun ikkinchi xonamiz, ikkinchi qavat uchun sanuzimiz joylashgan. Hop, axi, narxiga keladigan bo'lsak, 230 ming pul bilan kelasiz, sizni shunday nomingizga o'tkazib berishadi. Bizning kanaldan uyimizni baraka qiling. Olovni ham bosib qo'ying, olovni ham. Charchamanglar.